Assalomu alaykum do'stlar. Bigot kurkani uy sharoitida qanaqa so'yish kerak? Juda katta bo'lib ketdi. Shundoq tovuqqa o'xshatib oyog'ini bosib so'ysak, boshqa qilsak, qanotlari sinib ketyapti. Buni qanaqa qilib so'yish kerak degan savollar juda ko'payapti. Bitta qopni kallasi chiqadigan qilib bitta burchagini kesiladi. Va shunaqa indikni ustiga kiydirib, o'sha bosh qismi to yelkasiga qadar, bo'yni ham tashqarida qolishi kerak. Oyog'ini tortadi. Mana shuni tashlasalaring ixcham holatda bo'lib qoladi. Hech qanday bir joyiga zarar yetmaydi, go'shtlari ko'karib qolmaydi, qanot sinmagan holatda, ixcham holatda bo'lib qoladi. So'yishga ham juda qulaylik. Bir qiyinchilik tug'dirmagan holatda bo'ladi. Mana shu holatda so'yib borilaveradi.